talaba ilmlar payg'ambarlar merosxo'ri deb qo'ydi. To'g'rimi? Talaba ilmlar, ya'ni olimlar payg'ambarlarning merosxo'ri deydi. Payg'ambarlar o'zidan dinor, dirham tashlab ketgan emas, o'zlaridan ilm qoldirgan deydi. Talabalar o'ylashadiki, biz shu payg'ambarlarning ilmini olishga merosxo'rmiz degan narsa. Yo'q birodarlar. Payg'ambarlarga kelgan aziyatni ham olishlig'iman merosxo'r bo'lmadi. Payg'ambarlarga qanaqa aziyat, qanaqa sinov, qanaqa imtihon kelgan bo'lsa, shuni ko'tarishlik bilan ahli ilm birodarlar lekin haqiqiy merosxo'rga aylanadi. Ilmni olib turib to'riga chiqib ili yeyishlik uchun, katta tuguni olishlik uchun, elni ichida domla deyilishlik uchun emas birodarlar. Ilmni olib Allohning dinini dunyoga yayaman. Alloh taoloning dinini o'rganaman, o'rgataman. Shu Alloh yo'lida xizmat qilaman deb oldingizmi? Endi shuning orqasidan payg'ambarlar kelgan aziyatni ham meros qilib olishlikni bo'yningizga aldindan olib qo'ying. Mana o'shuncha imomlarda aytib o'tdik. Buyuk mazhab boshlarida aytib o'tdik. Nima qilgan? Haqiqiy payg'ambarga merosxo'r bo'lganligidan aziyatini ham qo'shib tortishdi. To'g'rimi? Hamma mazhab boshi, 4 ta mazhab boshi. Hammasi aziyat chekdi. Ular 3 tasi birodarlar kambag'allikda, faqirlikda, qoshshoqlikda o'shuna qilib ilm olishdi. Ayniqsa Imom Malik rahmatulloh alayhi. Va undan keyin birodarlar mana Abu Hanifani o'tdik, o'zimiz mazhab boshimiz Imom Azam rahmatulloh alayhi. Bu kishi badavlat inson bo'lgan, badavlat oilada tug'ilgan dedi-ku, umrining oxirini qarang, qayerda o'ldi? Turmada o'ldi birodarlar. Har kuni ham chiqib darralanadi. O'shunda inson ilm ma'rifatlarga yuksalib turgan paytda, xilofat gurkirab turgan paytda olimlar nima bo'lyapti, kaltalayyapti. Kim ilmni da'vo qilsa, aziyatini qo'shib birodarlar shu narsani bo'yniga olsin. Agar bo'yniga aziyatini olmaydigan bo'lsa, bu ilmni tashlab ketib qoladi birodar. Talabalar yaxshi eshitib olinglar. Ilm oldingizmi? Alloh diniga xizmat qilaman dedingizmi? Haqiqiy xizmat qildingizmi? Endi buni imtihoni bor. Agar imtihoni kelgan paytida bekar o'qibman, bekar domla bo'libman, bekar shu ishni qilibman desangiz, siz payg'ambarga merosxo'r bo'lganingiz yo'q.